Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehrli xalqim. Sahnada kuy va qo'shiq orqali qalbingizga yo'l topib kelayotgan san'atkor sifatida bugun sizlarga yurakdan murojaat qilmoqchiman. Ayni kunlarda yurtimiz hayotida muhim bo'lgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayoni olib borilmoqda va bu har birimizga daxldor. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish orqali xalqimizning haqiqiy ovozi, oilalarning ehtiyojlari va qishloqlarimizning taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan aniq ma'lumotlar shakllanadi. Shuning uchun bu ishga befarq bo'lmasdan barchangizni avvalo onlayn tarzda ro'yxatdan o'tishga chorlayman. Bu juda qulay va oson bo'lib, census.start.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Men bu jarayonda ishtirok etdim va o'z burchimni bajardim. Endi navbat sizda azizlar. Men ro'yxatdan o'tdim, siz ham o'z vaqtida ro'yxatdan o'tishni unutmang.